OITS orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi. U OIV infeksiyasining yakuniy bosqichi bo'lib, bu davrda inson organizmi har qanday kasallikka bardosh berish xususiyatini yo'qotadi. Bunday ayanchli kasallik yuqtirganlar soni kundan kunga ortmoqda. Sabablari ko'pchilikka tanish. Sog'lom hayot sari birgalikda shiori ostida o'tkazilgan tadbir ushbu illatni oldini olishga qaratildi. Oddiygina gemoglobin hammamiz topshirganmiz, to'g'rimi? Poliklinikaga chiqib gemoglobin. Qo'lingizni teshgandan keyin oynachaga narasdan ham olish kerak. Tekkizib olganda o'sha oynacha yaxshi sterilizatsiya qilindimi, yo'qmi? Agar OIV infeksiyali bemor sizdan oldin kelib topshirib ketgan bo'lsa, o'sha yaxshi sterilizatsiya, yuvish, o'sha quritish jarayonlari olib borilmagan bo'lsa, sizning teri butiningiz buzildi. Siz o'sha yoki gepatit B edi yoki OIV infeksiyasini yuqtirib olishingiz mumkin. Ko'p hollarda OITS belgilari bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar va yoki parazitlarning rivojlanishi sababli yuzaga keladi. Ushbu holatlar odatda tanani infeksiyalardan himoya qiladigan sog'lom immun tizimiga ega bo'lganlarda rivojlanmaydi. Viloyat OITSga qarshi kurash markazi xodimlari tomonidan yosh yigit-qizlarga ushbu infeksiyaning oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlari amalga oshirildi. Bu seminarda biz nimalarni o'rgandik? Menimcha, yoshlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni o'rgandik deya olaman. Aynan bu mavzular yoshlar o'rtasida muhokamaga sabab bo'lishini xohlardim. Chunki bu haqida hech kim, ko'pchilik insonlarimiz bu haqida qanday yuqish yoki qanaqa boshlanish haqida umuman ma'lumotga ega emas deya olaman. Va yoshlarga hozir berayotgan ma'lumotlari kerakli ma'lumotlardan biri bo'ldi. Qachonki immunitetni yemirib bo'lganda yana OITS kasalligi o'sha asosan har taraflama yuqmasligi, ya'ni o'sha salomlashganda yokida o'sha so'lak orqali yuqmasligi ham mumkinligini tushunib yetdim. Bugungi qo'yilgan tadbirda yoshlar uchun juda ham foydali bo'lgan ma'lumotlarni eshitdik va kun tartibiga rioya qilishlarini xohlayman va bu kasallikdan cheklanishlarini talab qolaman. Davolash faqat dori-darmonlar o'z vaqtida qabul qilinganda samarali bo'ladi. Butun dunyo bo'ylab har yili minglab insonlar ushbu kasallikdan vafot etadi. Yechim esa albatta o'z-o'zini himoya qilish. Hozirgi kunda nigoh yoshidagi yoshlar o'rtasida, ya'ni chetga chiqqan migrantlar o'rtasida, ya'ni hozir o'tkazayotgan tadbirlarimiz ekspress, ya'ni OIV infeksiyasi bo'yicha OIVga ekspress test olayotganimiz haqida yoshlar orasida tushuntirishlar olib bordik. Yig'ilish ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Ya'ni talabalar tomonidan berilgan savollarga o'zlariga kerakligicha javob olishdi. Tadbir davomida talabalarga bukletlar va plakatlar topshirildi. Sog'lom hayotni tanlash o'z qo'limizda.